Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Hozirgina O'zbekiston Kubogi guruh doirasidagi OKMKaro uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'yindan so'nggi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda mehmonlar murabbiyi Nig'matilla Qutbayev bo'ladilar. Olmaliq shahriga xush kelibsiz. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Rahmat, assalomu alaykum. Olmaliq chiqdimi keyingi etap? Da, birinchi o'rin. Tabriklaymiz Olmaliqni keyingi chiqish bilan. Bugungi o'yinga kelsak, men o'ylayman, judayam yaxshi bo'ldi. Bizlarga ham shu Olmaliq komanda qiziq edi. O'zimizning bolalarimizni ko'rmoqchi edik. Nahvoni nima deydi? Superliganing komandasi, Olmaliq komandasi judayam zo'r komanda. Balet qilamiz. O'yinga kelsak, men o'ylayman, birinchi taym sal slab o'ynadi bolalar. Ikkinchi taym men o'ylayman, Orol komandasi yaxshi o'ynadi. Olmaliqqa qaraganda. Ikkita mag'lubiyatdan keyin Aralda hech qanaqa shans bo'lmagan edi keyingi bosqichda. Shunga qaramasdan yigitlar juda ham yaxshi o'ynashdi, yaxshi taassurot qoldi Aral. O'z yetganingizda ayniqsa ikkinchi taymda hatto даже xuddi bir risha uchun mana shunday agressivan bo'lib ketib qoldi-da. Buni sababi nimada? Qanaqa motivatsiya? Sababi birinchi taymdan keyin chiqib sal raziyolkada nima bo'ldi? Motivatsiya. Boshqa nima bo'ladi bu? Yo'q, rostini aytsam, birinchi, ikkinchi o'yin bizlarda rotatsiya bo'ldi. Bugun men o'ylayman, Pro Ligada o'ynagan sostav chiqdi. Основном shu bolalarga, основной nagruzik shu bolalarga tushdi. Birinchi, ikkinchi o'yinda rotatsiya nima deydi, zamenda o'tgan bolalarimiz основном o'ynadi. Bu birinchi, ikkinchi o'yinda rotatsiya bo'lganda sababi demak hech qanaqa zadacha bo'lmaganmi? Keyingi bosqich. Endi to'g'ri tushundimda, hozir 3-4 kundan keyin o'yin bo'lyapti. Bizlar aytyapman, 12-13 odam, 7 odam, 6-7 odam bizlar travmada bo'ldi-da. Keyin hozir shu bolalarga возможность berdik o'ynashga. Zadacha bor bizlardan chiqishga nima qilish. No. Shu rustatdan davolimiz. Tushunarli. Savollarimiz qanaqa? Rahmat, keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat sizlarga ham omad.